Jigarlar, Braziliya hamda Yaponiya o'rtasidagi uchrashuvni ko'rdinglar, to'g'rimi? Agar ko'rmagan bo'lsanglar, hozir men sizlarga bu uchrashuvda qanday natija qayd etilganligini aytib o'taman. Undan oldin sahifamga bitta obunani bosib qo'ying, like bosishni unutmang hamda braziliyalik, ya'ni Braziliyani bu jahon chempionatida qo'llab-quvvatlaydigan do'stingizga yuborib qo'ying. Va men boshladim. Braziliya birinchi taymda Yaponiyaga qarshi uchrashuvning birinchi bo'limida yaponlar, ya'ni samuraylar 29-daqiqada Sano degan futbolchi hisobni ochdi va shu tariqa birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi va ikkinchi taymda 56-daqiqada MUni shu yilgi mavsumda tark etgan Carlos Casemiro hisobni tenglashtirdi va uchrashuv tugallanishiga oz qolganda, ya'ni bir necha soniyalar qolganda 90+6-daqiqada Gabriel Martinelli hisobni 2-1 ko'rinishga keltirdi va shu tariqa Braziliya keyingi bosqichga yo'l olmoqda va indigi chorak finaldagi raqibi yoki Cote d'Ivoire yoki o'sha Holland boshchiligidagi Norvegiya bo'lishi mumkin. Bugun bu uchrashuvni Cote d'Ivoire hamda Norvegiya uchrashuvini 22:00 dan boshlab Zo'r TV telekanalida tomosha qilishingiz mumkin. Nima deb o'ylaysizlar? Norvegiya chiqsa kerak, 90%, 10% Cote d'Ivoirda imkoniyat bor. Nima ham derdik? Braziliya hamda Neymar Junior jamoasiga olg'a, ya'ni omad tilab qolamiz. Sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Go! Olg'a Braziliya!